Assalomu alaykum. Bugun biz oddiy tennis koptogi yordamida juda muhim fizik kattalik foydalish koeffitsiyentini aniqlashni o'rganamiz. Qiziq savol. Agar koptokni tashlasak, u nega bir xil balandlikka qaytmaydi? Demak, energiyaning bir qismi yo'qolyapti. Qayerga ketdi? Keling tajriba orqali aniqlaymiz. Tajribamizga kerak bo'ladi oddiy tennis koptogi va o'lchov lentasi. Dastlab koptokni 1,5 metr balandlikdan erkin tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, koptok qaytib sakraganda 1 metr balandlikka ko'tarildi. Ikkinchi holatda koptokni 1 metr balandlikdan erkin tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, koptok sakragandan so'ng 70 cm balandlikka ko'tarildi. Jismni 3-holatda 50 cm masofadan tashlaymiz. Bu holatda esa jism 40 cm balandlikka ko'tarildi. Jismni h balandlikdan tashlaganimizda, u yerga urilib qaytib sakraganda pastroq balandlikka ko'tarildi. Bunga sabab biz kuzatganimizdek yerga urilgan vaqtda ovoz chiqdi va yo'lda havoning qarshiligiga uchradi. Koptokni h balandlikdan tashlaganimizda unga emji h energiya beramiz va u kichikroq balandlikka sakraydi. Qolgan energiya qayerga ketadi? Qolgan energiya havoning qarshilik kuchini yengishga va koptok yerga urilish vaqtida qovush energiyasiga sarf bo'ladi. Tennis koptogining foydalish koeffitsiyentini tennis koptogi sakragandan keyingi potensial energiyasining jismning boshida berilgan potensial energiyasiga nisbati orqali topamiz. Bunda uning massasi o'zgarmaganligi sababli u balandliklar nisbatiga teng bo'lib qoladi. Xulosa qilib shuni aytamizki, tennis koptogining qanchalik kichikroq balandlikdan tashlasak, uning foydalish koeffitsiyenti shunchalik yuqori bo'lar ekan.